Assalomu alaykum aziz qadrli do'stlar, aziz qadrli obunachilar. Mana hozir biz Omudaryo bo'ylariga kelib qoldik. Aziz do'stlar, videoni oxirigacha ko'rishni iltimos qilamiz. Aziz do'stlar, videomizni yoqsa, videomizga like bosingizlar va kanalimizga ham podpishka bo'lingizlar. Har bir bosgan laykingiz biz uchun muhim. Aziz do'stlar, oldindan barcha like bosgan do'stlarga rahmat. Mana bugun Omudaryo bo'ylariga kelib qoldik. Mana ko'rayotganingizdek, bu ham Omudaryo bo'ylari suv tugamoqda, Omudaryo suv tugamoqda. Orolga bu suvlar yetib bormaydi. Mana bu ko'rayotgan yeringiz Afg'onistonda Turkmaniston yaqinlari, Afg'onistonning Turkmaniston yaqinlari chegarasi Omudaryo bo'ylari. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, Omudaryo suvi juda ham quruqmoqda desam ham bo'ladi. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'ringizlar aziz do'stlar. Inshaalloh har kun bir yangi video chiqarib turaman. Mana bu ham ko'rishingizdek hech suv qolmagan Omudaryoda tugamoqda. Aziz do'stlar, mana o'z ko'zingiz bilan ko'ringizlar. Barcha do'stlar diqqatiga. Mana bu ham Omudaryo. Mana ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi? Bu videoni o'zlaringiz ko'ringizlar. Mana shu joylar to'lib oqqan yerlari, mana shu joylardan to'lib oqqan yerlar, mana shular Omudaryo. Mana suv ozgina oqmoqda, suv ko'rayotganingizdek aziz do'stlar, ozgina oqmoqda. Juda ham tez oqmaydi. Mana aziz do'stlar, bu ham Omudaryo bo'ylariga ekiladigan yerlar. Mana ko'ringizlar aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana Afg'oniston tomoni. Mana hech suv qolmagan aziz do'stlar. Juda ham kam holatda. Mana qushlar baliq cho'plab yeyapti, qushlar baliq yeyapti hozir. Mana barcha do'stlar diqqatiga. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Yangi videolar chiqarib turaman. Inshaalloh aziz do'stlar. Mana bu joylar ham maydon bo'lib qolgan, qurib qolgan yerma shunday ko'rinib turibdi. Shu to'lib oqqan yerlarga qarang do'stlar. Mana
Mana aziz do'stlar. Bu ham daryoning holati. Mana qushlarga qarang, daryoning ichida baliq cho'plab yeyaptilar. Mana bugun kunlardan ham mana bugun aziz do'stlar 19 aprel kuni olingan mana shu video. Mana hozir olib o'tiribman. 19 aprel kuni. Mana havoda ko'rayotganingizdek bulutli. Mana barcha do'stlar diqqatiga, inshaalloh bu videoni like bosinglar, barcha do'stlarga yetishib qolsin. Mana o'rtalarga qarangizlar do'stlar, o'rtasi daryoning o'rtasi mana. Bu tomon Afg'oniston tomoni ko'rinadigan yerlar. Mana. Mana bu ham Afg'oniston tomoni aziz do'stlar. Mana bu tomonlar Afg'oniston tomoni aziz do'stlar. Mana. İnşallah tez yangi videolar chiqarib turaman aziz do'stlar. Buni ba'zi do'stlar ishonmaydigan do'stlar ham bo'ladi. Bu videomizda men inshaalloh sizlarga ishontiraman. Mana shu ko'rib turgan yerlaringiz, ishonmasangizlar ishonmangizlar do'stlar. Mana. Mana. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar inshaalloh. Yangi videolar chiqarib turaman. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing. Inshaalloh tez yangi videolar qo'yib turaman. Xayr sog' bo'lingizlar aziz do'stlar.